Erkeklarni orqasidan ko'tarilyapsan deyotganlar bitta narsani bilib qo'yinglar. Alloh birinchi erkak kishini yaratdi-da, keyin unga kerak bo'lgani uchun ayolni yaratdi. Aynan erkaklarga kerak bo'lganimiz uchun bir juft sifatida bizani yaratib berdi. Bizi o'zi planda bo'lmaganmiz, keyin yaralganmiz erkak uchun. O'shaning uchun men bu hayotda nafas olib turganim uchun, erkaklarimizni sababchi qilib qo'yganim uchun ularni oldida ta'zimda men bosh egaman. Dadamni ham, aka-ukalarim, butun erkak qarindoshlarimni hammasini men hurmat qilaman. O'zlariga aytmasam ham ko'chadagilarni ichadimi, chakadimi, qanaqa inson bo'lishidan qat'iy nazar erkakligi uchun men hurmat qilaman. Xohlaganingizni tushunaveringlar, xohlasanglar paxta deb o'ylanglar. Ayol qanchalik muqaddas bo'lsa, erkak undan 2 barobar muqaddas va qadrli, hurmatga loyiq inson. Chunki Alloh o'zi aynan shunaqangi martaba berib